Ushbu video uydagilarga murojaat. Hurmatli meni uyimdagi oila a'zolarim. Sizlardan ko'p emas, bor yo'g'i 3-4 ta donagina iltimoslarim bor. Birinchisi, agar sizlarni hojatga kirginglar kelgan bo'lsa yoki uydagi bolalarni to'sish kerak bo'lsa, sizlardan iltimos, men ishdan kelgunimcha hammasini to'sib, o'zingizlar ham kirib olinglar. Nimaga imенно men kirganimda boshlanadi. Taq 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 chiqyapsanmi? Nima qilayman ana? Ikkinchi iltimosim bo'lsa, men kechasi uyga bilasizlar kech kiraman. Soat 1-2 bo'lishi mumkin, 12 bo'lishi mumkin. Lekin bu degani, men o'sha payt ko'chada nina tiqib narkomanlik qilib o'tiribman degani emas. Yoki qotib qolib aruvda dumalab yotibdi degani emas. Men o'zimning ishlarim bilan yurgan bo'lishim mumkin, o'rtoqlarim bilan kontrda yurgan bo'lishim mumkin. Lekin 5 minutda uyga kelgin deyishim ham yig'ishtiringlar. Meni teleportim yo'q. 20 minut, yarim soat, 15 minutlik yo'llar bor. Men yurib kelaman o'sha yo'lda. Uchinchi iltimosim shundan iboratki, magazinga yoki aptekaga nimadir ish bilan chiqarib yorib, telefon qilgin borib o'zimizni aytib yoramiz degandan keyin iltimos, telefoninglarni ko'taringlar. 4-chi iltimosim bo'lsa, bu video murojaatimdan xafa bo'lib o'tirmanglar. Shunchaki o'zingizlarga ayta olmaganim uchun video orqali sizlarga murojaat qilib qo'ydim. Rahmat hammanglarga.